Assalomu alaykum, bizning doimiy ravishda kuzatib kelayotgan obunachilarimiz. Bizga Voha tomonidan ko'p telefon qilishadi-da. Kadi urug'inglar bormi? Kadini qanaqasi bor deyishadi. Kadi urug'imiz bu oshqovoq urug' hisoblanadi. Oshqovoq urug'imizni Size firmasining Salla oshqovog'imiz bor. Keyin amerikanskiy yaponka oshqovog'imiz bor. Biz Gantel deb ataymiz. Keyin O'zbekistonda chiqqan shu yaponkani ikkinchi avlodi bor. 100 gramlik bankada. Bularimiz 2 kilo, 2,5 kilogacha bo'ladi. Mana u esa Size firmasining Salla oshqovog'i esa 10 kilo, 12 kilo, 16 kilogacha bo'ladi. Bular ekilgan, sinovdan o'tgan. Xudo xolisa 100% garantiyasi bilan beramiz. Bu 3 xil kadi urug'imiz. To'rtinchi xilimiz esa o'zimizning oddiy rasmli Salla oshqovog'i sheyda olingan urug'i. 4 xil oshqovoq urug'imiz bor. Bu oshqovoq urug'i kelib chiqish millati Meksika davlati bo'lgan. Meksika davlatida ekib ko'paytirib, hozir shu kungacha kelib, Xitoy, Hindiston, Rossiya, Amerika, Ukraina, O'zbekiston eng ko'p qayerda ekiladi desani, Mashhadda ekiladi. Albatta bu hazil. Meksika, Xitoy, Hindiston hamma davlatlarda hozirgi kunda juda keng tarqalgan. Bu oshqovoq urug'i turlari juda ham ko'p. Bizda hozirchaga shu 2 xil, 3 xil navlarimiz bor. Buni boshqacha sortlari ham bo'ladi. Yaqinda keldi 1 kilo 800 gram, 600 gram bo'ladigan kichkina oshqovoqlarimizni ham ko'rdim men. Video syomkalari, urug'lari juda ham ko'paydi. Kimga shunaqa oshqovoq urug'larimiz kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Sizlarning vaqtinglarni olutgan bo'lsam, rozi bo'lasizlar. Iloji boricha video qilishimdan maqsad sizlar uchun yaxshi kontent, yaxshi foydali ma'lumotlarni berishga harakat qilib boramiz. Sizlar uchun izlanishdan charchamaymiz. Inshaalloh sizlarga foydali bo'lgan videolarni dehqonchilik yo'nalishida, urug'chilik yo'nalishida eng zo'r videolarni qo'yib borishga harakat qilamiz. Uning uchun bizga kanalimizga obuna bo'lasiz, like bosasiz, albatta qo'llab-quvvatlaysiz. Hammaga rahmat.